Assalomu alaykum qadrdonlarim, qadrli obunachilar, Lada Granta ishqibozlari. Bitta Lada Grantamiz chiqib qolgan, go'zal holatda 2018-yilda ishlab chiqarilgan qadrdonlar, kraskalari toza, 156 ming probeg, yurish-turishlarda umuman kamchiligi yo'q, balonlari ham yangi, ABS, konditsioner, hamma yo'q ishlaydiganidan, lyuksidan qadrdonlar. Bitta chiroyli qilib obzor qilamiz. Ma'lumotlarni beramiz. Narxi ham juda ham bir go'zal holatda, go'zal qilib beramiz deyishyapti obunachilarga. Xudo xolasa eng qizig'i $3,5 puli borga variantga ham bir ishonarli, yaxshi insonlar bo'ladigan bo'lsa, beraveramiz deb aytib o'tishyapti qadrdonlar. Barter yo'q ekan. Naqd pulga variant bor ekan qadrdonlar. Bitta obzor qilaylik. ABS konditsionerlari bor, kraskalari toza. Mashinani bir qator aylantirib ko'rsatay sizlarga. Gazi bor gazi. Metan gaz 4-pakalini. 4-avlod. Xo'p, gazlari bor. Lada Granta. Mana qarang, turishlarini qarang buni. Go'zal. Olasiz, minasiz, chiqimi yo'q, tayyor xudo xolasa. Maza qilib minasizlar. Salonlaridan ketdik xudo xolasa. Xo'p. Mana salonlarni ko'ringlar. Probeglari qolala, xudo xolasa. 156 ming aka, salonda bitta odam olib haydagan. Salondan bitta odam olib haydashgan ekan. Monitorlari bor. Texpasportda ham bitta odam. Xo'p, video registrator. Video registratorlari ham aka zo'rdan qo'yilgan. Sidinalar qiziydi ekan qadrdonlar. Xo'p. Bu yoqda mana rullari poliglar tashab qo'yilgan. 18. 4-pakaleniya gazlari bor, poliglari qilib qo'yilgan. Va dovushlarini chiqib bo'ladi. Xo'p. Oldini ochaylik. Propan metanmi bu? Metan aka, 4-pakalini. 4-pakaleniya metan joylashtirib qo'yilgan. Nechtalik metan? Metan 75 talikmi? 75 talik. Xo'p, 75 talik deylik. Qancha yuradi endi bitta zapravkada? Siz meni yuribsiz-da buni. Obunachilarga qiziq. Misol, mashina minmagan odamlar olishi mumkin-da. Arzon Ladaga qiziqadi. Misol, Rossiyada, chet elda yurgan odamlar endi aka konditsioner qo'shib ishlatib yuradigan bo'lsa 250 ga oshiqroq yursa kerak. Men hech o'lchab ko'rmadim-da buni. Ha. Lekin hali ja ko'p rasxod qilmaydi mashina. Konditsionerni ishlatmay yursa deyapsiz-a? Ishlatib yursa. Ha, ishlatib yursami? Ishlatmay yursa-chi? Men bilmadim aka. Ko'proq yuradimi unda? 250 gacha oshiqroq yursa kerak. 250 dan-a? Oshiqroq. Tushunarli. Toza kirasiga? Aka 100% toza. Toza kirasiga ekan, balonlari ham mana To'rtta balon yangi. ko'rishlar mumkin. Yangi. O, ichkarilarini qarang. Qana bu mashina, xudo xolasa. Degan aka buni Ahliddin aka. Xo'p. Salonda olib hech narsa qilinmagan aka. Bunni hadovoy sistemasi bor, granatasidan tortib. O'zim qo'yib chiqdim aka. Yangilaba? Ha. Birinchi almashish ekan u ham. Orqada kolonkalari bor ekan, kolonkalari ham. Karnizlarni tagini ham olib qo'ying-da. Bunaqa chirik-kirik narsalari yo'q. Xo'p, yumshoq balon, choplarini qarang, karnizlarini qarang. Bir shilingan joylari ham yo'q ekan. Mana aka bagaj. Bagaj holatlari. Metanni ko'rsatsa bo'ladimi? Bo'ladi aka. Zapaskalari bor. Zapaskasi bor. Qozonlari holati mana. Ha, zapaska balonlari bor, qozoni bor aka. Qozonlar chista turibdi aka. Qani? 75 talik dedingiz endi buni? 75 talik shunaqa atrof bo'lsa kerak. 75 talik ko'rinmadi. Mana shu yerda yozardi buni. Shu pastrog'ida ekan. Yaxshi ko'rinmadi. Xo'p, 3,5 ming puli bori chiqaversin. 3,5 ming puli bori chiqaversin sentyabrgacha. Barter yo'q. Barter yo'q. Endi naqd pulga necha pul qilib berasiz? Kelishtirib. Aka $5,500 kami bor. 5,5 ming kelishamiz. Top-toza kirasiz. Hali bozorga chiqmagan mashina. Bozorga chiqmagan. Bakovoylari qiziydi, sidina qiziydi aka, konditsioner 100% ishlab turibdi. Xo'p, oldi labovoylarigacha qiziydi aka. Mana siz meni yuribsiz-da, nima kamchiligi bor? Aka kamchiligini aytayapman. Hadovoy sistema rezinkasidan tortib ponni haligi o'lmagan narsalarni ham almashtirib cho'tki qildirib qo'ydi. Bu anaqami? Jika akkami bu? Shunaqa deydimi yo mokriymi? Mokriy. Mokriy rangda.
Xo'p. Kraskalarni ham ko'rsating, chiroyli holati zo'r turibdi. Eshiklari yechilib boshqa narsa bo'lmagan ekan. Hammasi ulangan joylari boshqa bafetlargacha rabno ekan. rabno holatda turibdi. Qadrdonlar, lekin salonlari ham go'zal ekan. Mana qaranglar. Magnitofor, kolonka hamma narsada ishlaydi. Go'zal haydalgan ekan mashina. Haqiqatda Eng bir lyuks qo'l pozitsiyasi. minilgani. Ha, aka texpasport shuni ko'radi. Salon olib chiqqan nimalari ham bor, qog'ozlari ham bor. Aka, qaysi nomerlarga aloqaga chiqsin? 97lik 97lik. 236 Aha. 0077. Murojaat qilishaveradi Ha, aka bemalol. 3,5 ming puli bori chiqsa sentyabr oyigacha Aka, endi misol qayerlarga beramiz buni? O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston bo'ylab. Generalniy chiqadimi? chiqadi aka. Beraveramiz a? Chiqadi, ha. Generalniy beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Shu nomerlarga. Mashina Namangan Norinda mashinasi. Namangan Norinda mashinasi aka. Qadrdonlar, aloqaga chiqamiz, bosamiz, mashina tayyor ekan. 3,5 ming Agar- ekami aka, 0 variantga ham so'raganlar chiqyapti aka, 0 dan berilmaydi bizda. Ha. Barter yo'llari. Misol uchun barterga kelgan mashinasi bozorda qimmat aytyapmiz aka. 2 oy oldin shunchaga narxga bermayapman deb turibdi. 2 oy oldingi narx bilan hozirgi narx farq bor. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p. Aloqaga chiqamiz, xudo xolasa. Narxi ham go'zal narxlarda qilib berishadi. Qadrdonlar, xo'p, xuddi shunaqa agar xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Agar 93lik 631 0693 reklama ham qilib beraveramiz. Bemalol bog'lanishlar. Aka, bozorga chiqqandan ko'ra issiq kunida shu e'longa qo'ysa yaxshi-da. Ha, shu. To'g'rimi? Layklarni banglatamiz, qo'llab-quvvatlaymiz, kanalga obuna bo'lamiz. Bosamiz.